Assalomu alaykum, Nodirbek Svarshi kanalining obunachilari hamda kuzatib boruvchilari. Bugungi videomizda gorizontalniy shofni qanday qilib qo'yishni biz sizlarga ko'rsatib bermoqchimiz. Videoni boshlashdan oldin shu videoga like bosib, podpiska bosib qo'yishingizni so'rab qolamiz. Chunki sizlarga o'xshab qiziqqan birodarlarimizga tarqalishiga sabab bo'ladi. Videoni boshlashdan oldin sizlarga men shu material to'g'rili ma'lumot berib o'tmoqchiman. 6 ga 4 profil. Endi men video qilishlik uchun to'liq qusov materiallardan foydalanyapman. Mana 1-2 stena qalinligi. Shu yonboshmacha holatda qanday quyiladi? Svarka qilishdan oldin shuni og'zaki tushuntirib o'tamiz har doimgidek. Mana bu ustidagi profilimiz tevasida tursa qanday quyiladi? Ustida ko'ndalang kelganda materialni bu tarafi mana qalinroq bo'ladi, burchagi. Shu elektrodni shu holatda tevaga ko'proq uriladi, qalin tarafga. Sabab mo tarafi sal yuqoriroq bo'ladi. Bunday kelgan holatda bo'lsa, har doimgidan bunga nisbatan svarkamiz tokini sal pastroq ishlatiladi. Sabab ikkita yuqa taraf bir-biriga yaqinlashib kelgan bo'ladi. Endi 1-2 dan bo'lganda svarkani uzoq ushlab tura olmaysiz. Profilni uzmasdan qo'yishlikni men tavsiya bermayman. Misol uzib qo'yasizlar. 1-2 1-2. Profilni uzmasdan qo'yib, uni teshib, yirtib olib, yana qayta yamagandan ko'ra to'shni past qilib uzmasdan qo'ysangiz profilga. Profilni yaxshi ushamaydi. Sabab yuqa narsa uzmasdan qo'yaman desangiz, to'shni rosa past qilib qilish kerak bo'ladi. Shu sabab to'shni o'ta past qilmasdan elektrod bir o'zi holicha bemalol erish kerak. Shuning uchun uzib qo'ysanglar ham mana gorizontallarda profil bo'lsa uzib qo'yib shofni chiroyli chiqarsa bo'ladi. Darvoqe bir narsani aytib o'tay. Elektrodni qay holatda tutishni men ko'rsatib o'tmayapman. Uzr, shu sabab derjakka solishdan beri ko'rsatib bermoqchiman. Derjakda ham 3 xil elektrod solish nimasi bo'ladi mana. Bu to'g'ri. Mana 45 gradus. Mana bizga hozir derjakda o'zingiz, ya'ni nima deydi, o'zingiz xohishingizga qaraysiz. Qanday solishligingiz, xohlang tik soling, xohlang 45 gradus. Men 45 gradusga solib ko'p ishlataman. Hozir elektrodni mana sizga bunday turganda to'g'ri ko'rinib turibdi, mana shu turishi. Mana shu holatdan mana chut 45 ga yetib bormaydi. Sabab shu holatda tursa, mana derjak ham ko'rinsin. Shu holatda tursa qo'ysangiz, sabab patolochniy shofni ko'rsatganimda ham elektrodni uchi eriganda teva tarafga suyuqlikni otsa pastga oqib tushadi. Shu tariqa bu to'g'ri urgida bo'lsangiz, shlak pastga oqatda yaxshi chiqmay qolasiz. Sal tevaroqqa 25 gradus yo'g'i bukib turib, shu tariqa ursak maqsadga muvofiq bo'ladi. Undan keyin elektrodimiz uchlik arsenal. Shuni ham aytib o'tsam, shu holatda har doimgidek cho'g'ini ustiga adashmasdan qo'llarimiz bunaqa derja ushlaganda qaltirayotgan bo'lsa, tikka turgan holatda qo'yayotgan bo'lsangiz, kabelni bilakka bunday o'rab olamiz. Mana bir sira o'rab olsangiz, shu ham sabab nima bo'ladi. Undan keyin qo'yayotganingizda, mana privatga qilib ushatib olganingizdan keyin, mana derjak turibdimi? Derjakni mana qo'lingizni yordamga olib kelsangiz ham bo'ladi. Elektrod ashunday ham pirchetkangizga bog'liq, qancha qizigicha, qo'lingiz chidagicha
ushlashingiz mumkin bo'ladi. Haligi o'zi svarishni perchetkalar bo'ladi. Men ko'pincha unaqa qalin metalda ko'p ish qilmaganim uchun shunaqa perchetkaga o'rganganmiz. Bunaqa emas u, bundan yaxshiroq. Sabab unaqa perchetkada biz kichkina burchak joylar, shunaqa narsalar chiqarishga bizga qo'pollik qilyapti. Shuning uchun bunaqa ixcham perchetkalarda ish qilamiz ko'pincha. Tushunarli bo'ldi deb umid qilaman. Xudo xolasa endi qo'yishni boshlaymiz. Svarka tokni ham amperini ko'rsatib qo'yay. 120 ga qo'yib qo'yaman. Svarkam yozig'i ham turibdi, 200 amper, 250 amper adashib ketdim. Shuni 120 amperga qo'yib 120 bilan bo'laman. Shuni o'zingizni svarkangizga qarab ligirovka qila olasizlar. Mana unda biz boshladik. Mana biz quydik. Xudo xolasa endi sekin elektrotni tozalab ko'rsataman. Yaqinlashtirib ko'rishingiz mumkin. Xudo xolasa bu joydan suv ham, havo ham chiqmaydi.